Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Telegram, Instagram orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka-ukalar, hojota hojonalar, hammaga xayrli kun. Bugun 2026-yil 12-fevral, hafta kuniga payshanba. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Madirobod mahallasida Zohir akam xonadonida, xudo xolasa sizlar uchun chiroyli novvochalar bor. Novvochalar ko'rsatamiz, ma'lumotlarni beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab ekranga bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ysanglar, kimgadir biz bergan ma'lumotlari ma'qul kelsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Xudo xolasa dastavkalari ham kelishilgan holatda, narxlari ham yengil bo'ladi. Murosai Madora deganlarda hammasini xudo xolasa chiroyli qilib aytib o'tamiz. Sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Aka-ukalar 3 dona Qirg'iziston buqa so'raganlarga Qirg'iziston shved buqamiz ham bor. Mesni o'zimizni chiroyli mana bunaqa orqalari keng polvonidan bor aka-ukalar. Ishtahalari dahshat. Kombayn. Videoga tushayotganini ham bilmasdan yeyapti, to'xtamasdan aka-ukalar. Xo'p, taxminiy bo'ylari 1.10 dan 1.15 plus bo'ladi, xudo xolasa. Yana ham to'liqroq ma'lumotlar Johir akam o'zi bilan birga beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, like'lar bosib turasizlar. Johir aka, assalomu alaykum. Yaxshimi? Rahmat. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Rahmat, Xudoga shukr. Narigilardan boshlaymiz aka, puli yengilroqlarni. Bo'laveradi. Bunisini ham aytaveramiz. Buni ham aytib o'tib ketaylik, xo'p. Shved bo'zak. 22,5 million so'm jitta tushib beramiz pulidan. 22,5 kami bor. Bo'yi buni 1.20 chiqsa kerak. 1.20 chiqib oladi. Hech bo'lmasa 1.20 chiqsa kerak. Necha oylik atrofda aka bular? Yoshiga yetmagan-a? Shu yoshiga yetmay 10 oy, 11 oy bo'lsa kerak-da. Yoshiga yaqin. Shunaqa bo'lsa kerak. Bo'ylari 1.20. Bo'ylari 1.20. Bu dehqonchilik, sotilmaydi sigirimiz. Xo'p, novvochalar ko'rsatamiz. Qirg'iziston shved paroda so'ragan aka-ukalarimiz. Qirg'iziston yopilgan, bu Qirg'izistondan hozir o'tgan emas, avvalroq o'tgan, lekin quloqlarda mana birkalari bilan, eni bilan turibdi. Bo'ylari 1.10 durda. 10 Ha, shu ham. Ozgina plus minusi bor ekan-da, deyarli. Haligisi ozgina kattaroq bo'lishi mumkin. Sal balandroq. Xo'p, bunisi o'zimizga mesni. Ha, o'zimizniki. Qirg'iziston, O'zbekiston. Ha. Tanijoni sog' aka-ukalar. Nimalarga garantiya beramiz? Johir aka ular. Yashurdan boshqa hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Yeyish-ichishlariga garantiya. Bir hafta garantiya. Qaraversin, nominaga qaraversin. Bir hafta garantiyamiz bor. Yeyish-ichishlariga. Dastavkalar nima deymiz aka? Dastavkalarni kelishilgan holatda qilib beramiz, xudo xolasa. Kelishilgan holatda dastavkalar. Bo'zaklar sog'lom, mana uyda sigirimiz yonida turibdi. Yashur-pashur ham yo'q, xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa. Endi bavrali bozorga yetalab chiqsa, yashurga javob yo'q deydi ba'zi. Albatta. Bu mollarni pokiza holatda mana. Pokiza holatda yeb ichish yaxshi. Yeb ichib o'ynab turgan holatda mana ko'rsatib beryapsiz. Oxirgi ustida aka-ukalar yeb ichib turgan joyi behijolat. Ko'ngil to'q qilib olaverasizlar, boqaverasizlar. Ikkalasini ham ikkovini bir joyga oldim degan bitta narx aytamizmi aka? 35 millionga beramiz ikkovini. 35 million so'm. Ha, 17,5 milliondan beramiz, dastavkalarni qilib beramiz. Xo'p. Yana xudo xolasa telefon qilgan odamga o'tib beramiz, a? Bo'pti, endi kelishiladigan joy bor. Naqalarga tushib beramiz ozgina bo'pti. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, narxlari yaqin qilib aytilyapti. 17,5 milliondan 35 million so'm kami xayri bor. Dastavkalari ham vodiy bo'ylab besplatniy bo'lyapti. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkalari bor. Bo'ylarini aytdik, 1.10, yosh oyliklari taxminiy 7 oylik, 8 oylik atrofida buzoqchalar. Shunaqa. Kelajagi bor. Xudo xolasa bittadan olib tashab qo'ysanglar, ikkovini bir joyga olinglar. Sharoit bo'lsa, uchovini bitta olinglar aka-ukalar. Uchovi bitta turgan, tushmaydi, bir-biri bilan urushmay, talashmay, chiroyli bo'lib turaveradigan. Hurmatli kuzatuvchilar, ana shunaqa gaplar. Biz bergan ma'lumotlar ma'qul kelgan bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lish tugmalarini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa doimiy qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi.